Butun dunyo ahliga 1-2 daqiqagina gapirish imkoni bo'lganda aytadigan gapim quyidagicha. 1 yilda ko'p narsa o'zgarishi mumkin. Xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham 1 yildan so'ng hayotingiz hozirgidek bo'lmaydi. Buni hech qanaqasiga o'zgartira olmaysiz. Ammo hayotingiz qanday o'zgarishi o'zingizga bog'liq. Ko'rib turibsizki, hayotingizda 2 yo'l bor va har kuni ulardan birini tanlashga majbursiz. Birinchi yo'l o'z joyingizda qolish, ya'ni oson va xavfsiz variant. Ikkinchisi o'zgarish kiritish, bu esa noqulay yo'l. Bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, ehtimol uzoq vaqtdan beri birinchi yo'lni tanlab kelgandasiz. Afsus bilan aytishim kerakki, hech qanday shaxsiy rivojlanish kitobi, podkast yoki motivatsion so'zlar sizning o'rningizga ishlaringizni bajarib bermaydi. O'zgarishlarni amalga oshirish o'rniga tomoshabin bo'lib qolsangiz, faqat ahamiyatsiz va mayda narsalar o'zgaradi xolos. Narsalarning o'zgarishini ko'rish uchun avval ularga bo'lgan qarashingizni o'zgartirishingiz kerak. Masalalaringiz ustida ishlashdan oldin ularga bo'lgan munosabatingizni tubdan o'zgartirishingiz kerak. Bu tagida oddiy matematika haqiqat yotadi. Agar 1 yil davomida har kuni atigi 1% yaxshilansangiz, oxir-oqibat boshlangan paytingizga nisbatan 37 barobar yaxshilanasiz. 37 barobar. Buning uchun kuniga atigi 1% yaxshilanish kifoya. Eng yaxshi tomoni shundaki, bu ish har kuni biroz osonlashib boradi. Lekin har kuni harakat qilishdan to'xtamaslik kerak. Eng qiyin joy ham shu. Boshlashga qiynalayotganingiz yoki harakatni yarimdan tashlab qo'yayotganingizning sababi shuki, siz o'tmoqchi bo'lgan devor ko'zingizga juda baland ko'rinadi. Siz kunlik 1% o'sishga emas, balki bir yo'la 100% o'zgarishga e'tibor qaratasiz. Birinchi qadamni qo'yish muhim bo'lsa-da, har kuni kichik qadamlar qo'yishda davom etish undan-da muhimroq. Chunki to'xtovsiz harakat qilsangiz, harakat oxiri muvaffaqiyatsizlik bilan tugamaydi. Xo'sh, bugundanoq orzungiz ustida ishlay boshlasangiz-chi, birinchi qadamni qo'ysangiz-chi, o'z ustingizda ishlashda davom etsangizchi, bugun biroz vaqt ajratib mana shular haqida o'ylab ko'ring. Atrofingizdagi hamma elektron qurilmalarni 5 daqiqaga o'chirib, shunchaki bu haqida tasavvur qiling. So'ngra boshlang va ortga qarang.